Qibrayda joylashgan 400 kvadratli obyektimizga keldik. Sizlarga hozir terrasadan boshlab ko'rsatib ketamiz. Bu Qibrayda kottejimizda hozir mana mansardniy etajda turibmiz. Mansardniy etajni ham jiloy xona qildik. O'zingiz ko'rganingizdek, yangi etaj qo'shdik. Bu joyda sandwich panellardan qilindi, polniy. Devorlarimiz baquvvat, mustahkam. Uni ustidan bambuko'y panel bilan chiroyli chiqish uchun, egasiga sal ekonom bo'lish uchun shu qarorga keldik. Bambuk panel ishlatishga. O'zingiz ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham chiroyli va sifatli. Ko'rib turganingizdek, chiroyli sifatli zinalardan ikkinchi etajiga kelib tushamiz. Ikkinchi etajimizda bu yoqda 3 ta spalni joylashgan, bitta родительский va ikkita детский. Hozirgi bu xonadonni egalari уже yashayotganligi sababli endi spalniga kira olmaymiz. Uni keyingi videolarda ko'rib o'tasizlar. Ularning ham mebellari tayyor bo'lmadi, mebellarni kutishyapti. Mebel tayyor bo'lgandan keyin katta obzor yana chiqazamiz. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin, общий sanuzul bor ikkinchi etajda. Bu sanuzulimizga sifatli keramogranitli ishlatilgan. Bu yoq tarafimizni matoviy qildik. Dushovoy zonani отдельный rangi bilan, glansovoy kafillar bilan bezadik. Santexnika jihozlari hammasi Xitoy premium fabrikalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar. Naqadar go'zal, uyutniy atmosfera. Endi birinchi etajga tushamiz. Ko'rib turganingizda birinchi etajimizda общий sanuzul, kuxnya, zal va bitta spalni joylashgan. Bu ham spalni, детский spalni hisoblanadi. Marhamat, kelinglar zalga ko'rsatamiz. Bu общий zal mehmonlarni kutishga. Aytganimdek, hali mijozlarning mebeli tayyor bo'lmagan. Mebel tayyor bo'lgandan keyin katta obzor chiqadi. Ko'rganingizdek, uyutniy xonadon bo'lgan. Bu yoqga ko'proq svetlarga urg'u berilgan. Bu более uyut beradi xonaga va teplota beradi xonaga. Birinchi etajda общий sanuzulimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham ikkita kombinatsiya kafil ishlatganmiz, matoviy, glansovoy. O'z bahoyinglarni beringlar. Endi birinchi etajda joylashgan kuxnyamizni ko'ramiz. Kuxnyamiz mebeli ham tayyor. Bu ham letniy kuxnya hisoblanadi. Sababi bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, tashqariga chiqsanglar bo'ladi. Hop, endi podol qismimizga tushamiz. Bu yoqqa izohlash shart emas. Prosta o'zingizlar ko'rib, o'z fikringizni qoldirib bitta baho berasizlar. Qibrayda joylashgan 400 kvadratli obyektimizni qisqacha obzorini ko'rdinglar. O'z fikringizni izohlarda qoldirib ketinglar.